Assalomu alaykum hammaga. Bugun obzorimizda motosikl Harley Davidson bo'ladi. Buni oranjiy, qora ranglari ham bor. 24 voltli bo'ladi. Tezligi 20-25 gacha, 3 yoshdan 15 yoshgacha bemalol tusi bo'ladi. Orqasida yonadigan qo'shimcha mana shunaqa geli baloni ham bor. Bu yonadi yurganda. Tormozlari mana shunaqa diskli, kalotkali bo'ladi. Moshni to'xtab beradi, tez yurganda ham. Orqasida mana shunaqa amortizatori bor. Siz yana tegida bemalol 100 kilogacha bemalol ko'tara oladi. Biz o'zimiz ham ko'rdik buni. 24 voltli bo'ladi. Akkumulyator mashina ichida bo'ladi. Katta akkumulyatordan bo'ladi. Yoqish knopkasi chap tarafda, mana shu eng tagida bo'ladi. Yoqilganda o'zini mana shunaqa dovushlari bor. Bu multimediaga ishlaydi. Bu ikkita knopkasi. Bu mototsiklni dovushini o'zgartiradigan knopka. Bu Bluetoothga o'tkazadi. Mana bu yerda fleshka tiqib qo'ysa bo'ladi, fleshkaga o'tkazadi. Gazi 10 tarafda bo'ladi. Burasi yuradi. Tezliklari ancha tez. Farasini yoqadigan knopkasi, tezligini regirovka qiladigan knopkasi pastida joylashgan. Zaryadga qo'yish joyi mana bu yerda. Oyoq qo'yadiganlari ham temirdan ishlangan. Ancha baquvvat. O'zi mototsikl o'zi temir polni, karkazlari mana. Teglari mana amortizatorlar ancha moshniy qilib ishlangan. Balonlari ham mana ancha yirik. Yig'ib qo'ysa bo'ladi buni. Bu balonni ham yechib qo'ysa bo'ladi. Keyinchalik katta bolalar katta bo'lib uchish boshlaganda o'zini ichidan komplektidan mana shunaqa kaskasi, qo'lga taqadigan perchatkalari, nasosi va zaryadkasi chiqadi. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Mana shu pastki nomerlarga Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqsanglar, sizlarning ham yangisini yig'ib mana shunaqa chiroyli qilib jo'natib yuboramiz. Like bosib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Yana boshqalarning obzorini har kuni qo'yib boramiz, xudo xolisa.